Men har doim nimadir xohlasam, baribir hech qaysi o'xshamaydi deganlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Bitta bir 2 hafta, 3 haftalar oldin ishonsanglar, shunaqangi mana shunaqa sipochkani xohlayotgandim. O'zim rasmlarni qo'yib qo'ygan kelyotdi. Shunaqangi xohlayotgandim. Hech ichimdan xohladim. Va kimdir qanday menga sovg'a qilsa aytdim. Qani tilla bo'lish shart. Просто так, justerasi bo'ladim, farqi yo'q. Men xursand bo'laman oddiy narsalarga ham. Bir payt tarifimga shunaqa SMS keldi. Shunaqa sipochkani biz sizga sovg'a qilamiz, xohlaysizmi deyishdi. Men shunaqangi xursand bo'lib ketdim. Faqat ichiga qo'yiladigan rasmni tashlab bersangiz bo'ldi deyishdi. Ham keyin sразу menga dastovka qilib berishdi. Kerakli endi hozirlar bilan birga ichini ochib ko'ramiz. Aytmoqchi bo'lganim, hamma xohlagan narsalar albatta o'shalarda faqat chindan xohlasanglar bo'ldi. Voilà. İçinden sipochkamda çıktı. O zaman sizlarga içini ko'rsataman. Ko'rib turganingizda endi bu sipochka men bo'ynimdan yechilmaydi. Chunki qimmatligi yoki neobычныйлigi uchun emas, rostdan neobычный, chunki ichida men eng yaxshi ko'rgan, men uchun eng qadrli bo'lgan insonlarni rasman. Bundan endi tashqari qadrli insonlarim ko'p. Sig'dirib olganim shuda bo'lishdi. Sizlarga ham shunday har doim yoningizda bir olib yuradigan нежный sipochkalar kerak bo'lsa, Azatniki qilgan akkauntimga kirib bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.